Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari, YouTube, Telegram kuzatuvchilari. Mana sizlar variantlaringiz shu suyakli qo'zlardan, oyoq qo'llari uzun, hop, xo'ra qo'ylarimizdan. Akalar, bu qo'ylarda narx variantlarini aytishdan oldin bitta like, bitta podpiska bosib qo'ysalaring. Doim birinchi bo'ylab sizlarga borish uchun iltimos. Hop, akalar, bular narx-navolari, soni nechta, qo'chqor sovliq. Akalar 4 dona sovlig'i bor, 2 dona qo'chqor. Hop, dastovkalari Toshkentgacha, Andijon, Farg'ona, Namangan. Qo'ylarning manzili Namangan vodiydan. Akalar, oxir narxlari 2 milliondan yetib boradi. Mana akalar, bitta podpiska bosib, otangga rahmat deb qo'ysa yoqsa. Hayoti suyaylik qo'zilar akalar. Hazrat Umar polvonni qo'ylari-da, uka. Enchidan qo'y chiqarmay qo'ydingiz-a? Qo'ylar qimmatlashib, narxlari oshib ketyapti, bozorga bormay qo'yapti. Narxlari oshib, qo'ylar qimmatlashib, Umarxonning o'zi 4 ta qo'yga puli bor. Shunga bora olmayapti yoki endi sal arzonroq uchrab qolibchiliga. Malades. Umarxon, o'g'ni qo'chqor kimniki? Bu 1,5 ming. Obunachilaringizga ko'rsatsak bo'laveradimi? Like, podpiska, otangga rahmat deb qo'ysalar ko'rsatamiz-a. Bitta borib ko'raylik-chi, juda bo'lakcha. Obunachilar bitta podpiska, like bosmaslar olmaydi Umarxonni shu 1,5 ming dollarlik qo'chqordan ekan. Voy, qo'chqornimi? Noyob-ku bu. O, qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana sholasin buni. Qo'ylar ichiga ham juda o'rin qo'yiladi, mana akalar. Qo'ydi qarang. Shu boshqacha. Uydan qochtirdim buni. Bu qo'y akalar yakka tug'ma ekan akalar. Umar polvon, bu ham sotilaveradi. Sotilaveradi, ama qimmatroq narx. Ha, narxini eshitaylikchi. Narxi 1,200 dollarga ketaveradi. Iya, Umarxon haqiqiy hamma qo'yimizdan qimmat ekan bu. Akalar, shu qo'chqor ekan 1,200 dollar ekan mana shu o'zi mana. Mana qo'yamiz. Sotib yuboraman. Qo'ydi qaranglar. Umarxon bitta mana o'shanchi. Mana hurmatli obunachilar, bitta obuna bo'lib qolsinlar. Qo'ydi, bir ko'rib beringlarchi. Bo'ldi Umarxon, bo'ldi. Qiynavar sizni. Rahmat kuzatganlaring uchun bir like bosasizlar.